Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar tovondan mashkal boshgacha. Onangni emgurlar. Dadajon, qaribim quyilmas ekan sizda. Yosh bolaga o'sha pomidor sanab o'tirishingizni qarang-da. Keling siz bilan bitta erkakchasiga gaplashib olaylik. Ye onangni emgir. Kelinim ulimdan mujik. Nima gaping bor, gapiravur. Xullas, hamma pensiyangizni Rohat xolamga tashiyotganingizdan xabarim bor. Voy o'ldim. Bir hafta men aytganlarimni qilsangiz, Rohat xolam o'zim sizga kelin olib kelib beraman. Jonim kelinim. Hamma narsaga tayyorman. Uylansam bo'ldi. Faqat bu gaplarni o'g'lingiz bilmasin, tushundingizmi? Bo'ldi gap yo'q. Ona qizim, o'zimga super kelak kuyib svarka qilib beraman. Qanday burger? Mash barbekü burgeringchi zo'rda o'lim. Ona qizim, katta qamovur. Turay choy damla. Ha, dadajon. Nimagadir 2 kundan beri tinmay choy damlagim kelyapti. Bitta damlachi qanachi har kuni? Seni traktor приставляет. 4 kun qoldi joningdan rohat oy. Yaxshilab arting dadajon, hali ishlar ko'p. Hamma kirlarni birato'la olib chiqing kelin. Voy, 2 kun qoldi, 2 kun. Kecha gaplashdim-ku, nimaga o'ladi? Ona qizim bitta tuzini ko'rib. Hey, yig'layapsiz? Qarindoshimiz o'lib qopti. Hammamizda boshimizda bor-ku. Sabr tilayman. Kim o'libdi, ona qizim? Rohat xolam o'libdi. Ilohomin joylar jannatdan. Nima? Men rohatim o'libdimi? Nimaga o'ladi? Shum qadam kelin, bir haftadan beri it olib meninglarda ishlaringni qilyapmanmi? Nimaga o'ladi? Menga rohat topasan, tushunding, bilmayman. Hamma joyda qoramini chiqarib, baqir-chaqir qilib qoraman. Biqillataman topmasang, rohatini ko'raman deganimda pishibdi-da. Bo'lmasa men rohat oldi ko'maslar. Men ham o'zimni o'ldiraman.